Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi istig'for etganlar, hamda siz bilan bizni mana shu istig'for etishlikka targ'ib qilgan. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadi: "Qola Nabiy sollallohu alayhi vasallam man lazuma al-istig'fara ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min kulli ziqin makhrajan va razaqahu min haythu la yahtasib." Bitta shu hadisda ushlab turib, ishonib turib, yurak bilan istig'for aytaylik-da, gunohlardan tiyilishga harakat qilib. Nimalar bor bizga? Kimki dedi Rasululloh, o'ziga istig'forni lozim tutsa, doim aytib yursa, Alloh unga har bir g'amidan yengillikni, xursandchilikni beradi. Har qanday xorlikdan kenglikka chiqaradi hamda kutmagan joydan rizqini beradi. Kimga? G'amlarini xursandchilikka almashtirib beradi, xorlikdan kenglikka chiqaradi, kutmagan joyidan rizqini beradi. Astagfirulloh va atubu ilayhi deyish uchun qancha vaqt kerak? 1 sekund kerak. 1 minutda 60 marta aytasizlar. Agar quruq astagfirulloh desangiz ko'proq bo'ladi. Astagfirulloh va atubu ilayhi desangiz 1 minutda 60 marta aytasiz. 1 soatda necha marta bo'ladi shunda? Do'koningizga ketguncha bir 10 minut. Rasululloh agar kunda 100 marta har doim aytgan bo'lsa, biz necha marta aytishimiz kerak?